hali ham original pilisosi qimmat deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Agar yaqinda pilisos olib qo'ygan bo'lsangiz, bu videoni ko'rib afsuslanishingiz aniq. Bugungi ko'rsatadigan brendimizda butun dunyo tan olgan brend bo'lib, uy bekalarining orzusi hisoblanadi. Bu o'sha mashhur Philips brendi. Aynan shu Philips original bo'lib, bozorlarda 1,5 milliondan 2,5 milliongacha sotishayotgan ekan. Taxmin qilib ko'ringlarchi, biz nech pul qilib berishimiz mumkin. Pilososni ko'ryapsizlarmi? Dizaynlari ham o'zgacha, noodatiy uslubda ishlab chiqarilgan oq bilan seriya va qora ranglari kombinatsiya qilingan. Pilososimizning stakanlari mana shunaqa Nibyushi stakan bo'ladi. 1,3 litr ob'yomda musor yig'a oladi. Ko'ryapsizlarmi? O'zini maxsus mana shunaqa filtrlari ham bor. Bu qo'shimcha filtri motorga chang yig'masligi uchun 3 ta sloyli filtr hisoblanadi. Ko'ryapsizlarmi? Stakanchiklarini ichidagi axlatni tashlab olishga ham juda qulay qilib ishlab chiqarilgan. Buni ichida maxsus mana shunaqa sikloni bor. Bu axlat bilan havoni ajratib beradi. Bu oxirgi texnologiya hisoblanadi. Xona changib ketmasligi uchun orqa tarafida ham mana shunaqa alohida filtrlari bor. Buni yuvib, quritib, yana qaytadan ishlatsangiz bo'laveradi. Komplektga keladigan bo'lsa, mana shunaqa katta o'zining shotkasi bor. Ko'ryapsizlar, ikki xil pozitsiyada ishlaydi. Gilamlar uchun, pollar uchun alohida shotkalari ham chiqadi. Shlankalarni ham ko'ryapsizlar, oddiy plastmassali shlanka emas, ancha baquvvat, gelivi, ya'ni uncha-munchaga sinib, yirtilib ketmaydigan gelivi shlankalar. Trubkasi bo'lsa, ko'ryapsizlar, plastmassadan emas, metallik trubka hisoblanadi. Teleskopический, buni o'zingizlarni bo'yingizga moslab katta kichkina qilsanglar ham bo'laveradi. Qo'shimcha mana shunaqa kichkina burchaklarni nasatkasi ham chiqadi komplektidan. Ko'ryapsizlar, instruksiyalari bor. Modelimiz 2000-seriya hisoblanadi. Aynan shu Philips pilososimizga biz 1 yildan 2 yilgacha kafolat beryapmiz. Eng qiziq joyi narxi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, yaqin kunlar ichida $120 dan $250 olib qo'ygan insonlar afsuslanishi aniq. Chunki buni narxi bizning obunachilar uchun $84, ya'ni 999 ming so'm. Bosinglar.